Assalomu alaykum, hurmatli chorvador aka-ukalar, chorvaga qiziqadiganlar. Yana biz ozgina so'mka olishga harakat qilyapmiz. Molni boqishda yemdan tashqari ham akalar, ukalar, yemni yaxshi effektini bersin desalaring, mana uni olasizlar mana. Olqashlog'ichda olib, mana shuni hech bo'lmasa bekarchilikda bo'shliklaringni shunaqa qilib ozgina qashlaysizlar akalar buni. Qashlasalaring maza qilib yuboradi bu. Ozgina qashlasalaring salkam berayotgan yemlaringga yarim kilo qo'shildi degan hisobda shunaqa qilib yaxshilab hamma joylarini qashlaysizlar mana. Maza qilib yuboradi bular ham qashlaganda. Ularga o'zimizni anaqamizni ulashaylik dedik, o'zimizni mana shu bilganlarimizni kimgadir ozgina bir foydasi tegib mana shundan o'rgansa biz ham xursand bo'lamiz akalar. Ukalar mana ozgina qashlaysizlar buni. Mazza qilib yuboradi mana bo'yinlarni egib. Ancha molni ham qashlash kerak. Qashlaganlaringda ham mol ancha nariroq turib nariroqdan olsang shunaqa qilib hamma joylarni bir qashlaysizlar. Qashlasalaring ancha maza qilib yuboradi bular. O'zini qo'li yo'qda qashlaydigan. Hozirdan shularni qashlaysizlar ularni. Shunaqa qilib hamma joylarni cho'tlarini ham qashlab bir maza qilish kerak-da bular ham. Mana shunda keyin 2 kilo berayotgan bo'lsalaring, yemlaring 2,5 kiloga yuradi xudo xolasa. Shunaqa qilib bir qashlaysizlar bularni. Bilganlar o'zi bilar. Bilmaganlarga o'rganib olsa yaxshi bo'ladi akalar. Molni qashlash kerak, o'shanda keyin bergan yem yaxshi yo'qadi. Mana ular ham to'kilishdi. Bu o'sha azefit degan muqachamiz. Buni mana ozozdan qashlab, xudo xolasa qashlayapmiz. Ya sekin boshida jitir qildi, endi mana xudo xolasa qashlashga o'rgandi bu ham mana. Qashlaysizlar, hech bo'lmasa har bittasini 10 minut, 15 minutdan vaqt ajratib qashlaylar mana shu hayvonlar. Zo'r o'zgaradi xudo xolasa. O'tkazgan vaqtlaringga rozi bo'lasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Mana shunaqa chiroyli videolarni ko'paytirib, yana bilmaganlarimizni o'rganib sizlarga yetkazishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Erim masalan bittadan sog' bo'linglar, like bosib qo'yinglar.